Assalomu alaykum qadrdonlar, qalaysizlar? Xo'p, hammaga dushi, yaxshi kayfiyat. Xo'p, bizaga Sankt-Peterburg shahridan 06 avtomobili uchun polniy salon nabor zakaz qilishganda tayyorlab bo'ldik. Hozir men sizlarga detalni bitta-bitta ko'rsatib o'taman. Xullas, bu obshivkasi koja material, yana bitta alohida koja material, hamma joyga zamish ishlatganmiz. Juda ham kombinatsiyali, strochkalar, hamma narsa addush chiqdi. Просто strechini olmayman, chunki ulgurmayman. Hozir 10 minutda chiqarib yuborishim kerak. Xafa bo'lmaysizlar, mashg'ulotda ko'rganinglar uchun. Lekin buni olib tashlashinglar shunaqa a'lo, dilbar ko'rinadi. Mana qaranglar, ruchkalariga ham xuddi shunaqa tepa tomoniga koja, mana bu tomoniga zamish, bu tomoniga koja, orqalariga black piano qilib turib, chiroyli qilib berganmiz. Imomni nakitkalari ham bitta baho berib ko'rasizlar. Mana qo'yinglar. Endi barlar ham xuddi shu rangda detalni qilib ishlatilgan. Endi torpedasiga bitta baho berib qo'yamiz. Zamishdan foydalanganmiz. Imom joyga koja, strochkalari ham alohida. Mes deflektorlar qo'yilib, atrofiga nikellarni qo'yilib, yonadigan holatda tayyorlab addush qilib berganmiz. Men monitor prosta tak qo'yib qo'ydim. Monitor Unistar brendidan 464 xotirali 2 quloqli bo'ladi. Tak, prosta tak qo'yib qo'ydim. O'zlari ulab olishadi. Xudo xolasa yetib borgandan so'ng, chunki sinib qolmasligi uchun отдельный коробкаga solib jo'natib yuboramiz. Mana tablolarni qaranglar. Xo'p, endi stretch ichida qanchalik ko'rinyapti bilmadim, lekin alohida qilib orqalariga podsvetkalarni qilib qo'yilgan. Inshaalloh hammasi ishlaydi. Xudo xolasa ishga tushgandan so'ng men joylari shunaqa dilbar va o'ta go'zal bo'ladi. Sizlar uchun men bu tomonda tayyor nabor holatini rasmini chiqarib qo'yaman, ko'rishingiz mumkin. Inshaalloh bu mahsulotimizni Sankt-Peterburgga yetib borgandan so'ng akalarimizga iltimos qilamiz. Qo'yilgan videosini jo'natib yuborsa, kanalga davomli qilib qo'yib qo'yamiz. Hammaga addushi, esicha shunaqa xizmatlar bo'lsa, Tunis Centerga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatinglarni chiroyli qilib beramiz. Hammaga addushi.